Navbatdagi savolimiz ikkinchi variant, ikkinchi savol. Changchilari gultoz barglari uchta halqada joylashgan o'simlik va ularga xos xususiyatlar to'g'ri berilgan javobni aniqlang. Ichqovun, yantoq, yerbag'ar, karrak, bodring, yasmiq. Tushunarli. Changchilari deyapti, gultoz barglari deyapti. Uchta halqada joylashgan. Yangicha savol. Zo'r ekan. Zo'r savol ekan. Xo'p. Changchilari. Xo'p. Changchilari bo'lish uchun, demak, changchilari bo'lish uchun oila deyapti-da, oila nazarda tutyapti. Qovoqdoshlar. Qovoqdoshlar oilasi nazarda tutyapti. Bu yerda gultoz barglar deyapti. Gultoz barglari bu yerda burchoqdoshlar oilasi. Uchta halqada joylashgan edi. O'simliklar va ularga xos xususiyatlar to'g'ri berilgan javobni aniqlang. Xo'p, birinchi demak, changchilari bo'lsa, tepasiga yozamiz buni. Demak, tepasiga yozamiz shuni, esimizdan chiqmasligi uchun. Demak, qovoq. Dosh. Burchoqdosh. Burchoqdosh. Xo'p, endi ko'kko'rsocha barglari ikki halqada joylashgan, gullari ayrim jinsli, mevasi dukkak, savatchacha gul hosil qiladi. Gul qo'rg'oni murakkab, barglari yonbargchali. Buni javobdan ketish yaxshiroq ekan. Birni ko'ramiz, bir. Changchilar demak qovoqdoshlar kirishi kerak. 3ni ko'ramiz. 3 yer bag'ir tug'macha gul yo'q, chiqib ketdi. Demak, 3ni chiqib ketdi. Yer bag'ir tug'macha gul nimada qovoqdosh oilasida uchramaydi yer bag'ir tug'macha gul. Hop, ajoyib chiqib ketdi. Hop, bejobni ko'ramiz. 3 yana deyapti. 3 chiqib ketdi B ham. Hop, 1 deyapti. Itqovun, qovoqdoshlar to'g'ri. B ni ko'ramiz. B nima? Gullari ayrim jinsli to'g'ri. Qovoqdoshlarning gullari ayrim jinsli. Bu to'g'ri. Demak, 2 ni ko'ramiz. 2, 4 deyapti. Karrak burchoqdoshlar. Yo'q, karrak burchoqdoshlar emas. Murakkab gultoshlar bo'lishi kerak. Qo'qoyot karrak sachatqi maqsad kakra bor-ku. Bu murakkab gultoshlar. Demak, 4 chiqib ketadi. 4 ning hisobiga. Demak, C javob ham chiqib ketadi. D ni ko'ramiz. Hop, D. 1 ga 5 deyapti. Qovoqdoshlarga 5 bodring to'g'ri. B ni ko'ramiz. B gullari ayrim jinsli. Bu to'g'ri. 2 ni ko'ramiz. 2 C deyapti. Yantoq to'g'ri. C mevasi dukkak. To'g'ri. Demak, B javob to'g'ri bo'ldi.